Assalomu alaykum o'quvchilar. 7-sinfdan darslarimizni davom ettiramiz. Demak, sizlar bilan 44-mavzu kislotalarning olinishi va xossalari. Xo'p, kimyoda men o'quvchilar savol javob qilayotganda ko'proq shunaqa mavzularga e'tibor qarataman. Ya'ni o'zi hamma mavzu ahamiyati katta, qaysidir mavzuni oldingi o'ringa qo'yish biroz noto'g'ri, lekin xossa, olinish, reaksiyalar bilan bog'liq bo'lgan mavzular ahamiyati nisbatan sal balandroq bo'ladi. Demak, kislotalarni olinish haqida gaplashamiz ekan. 7-sinf ma'lumoti bo'yicha qanday olsa bo'ladi ekan. Xo'p, demak, kislotalar quyidagi usullar yordamida olinadi. Birinchisi, kislorodli kislotalarni qanday olamiz ekan? Buni kislotali oksidlarni suv bilan o'zaro ta'sirlashuvi natijasida olish mumkin. Masalan, fosfor 5 oksidi fosfat kislota chiqyapti. Iliq suv, issiq suvda eritilgan bo'ladi bu. Oltin gugurt 4 oksididan bizda sulfid kislota hosil bo'lyapti. Xuddi shu tartibda mabodo bizda SO3 olinganda sulfat kislota chiqqan bo'lardi. Azot 5 oksidi olinganda nitrat kislota chiqqan bo'lar edi. Kislotalarni mana shunday olsa bo'lar ekan. Ikkinchisi, kislorodsiz kislotalarni metall maslarning vodorod bilan ta'sirlashuvidan olish mumkin. Masalan, vodorodga xlor qo'shsak, xlorid kislota, oltin gugurtga qo'shsak mana bu bo'ladi. Xo'p, shu yerda bitta farqini bilib olaylik. Mana bu reaksiyada asosan hosil bo'lyapti vodorod xlorid deymiz, gaz holatda bo'lgani uchun. Keyin suvda eritsak xlorid kislota bo'ladi. Bu ham vodorod sulfidi suvda eritilgandan keyingina sulfidi kislota deb aytamiz. Uchinchi yo'li laboratoriyalarda keng ishlatiladigan ko'proq tuzlarga boshqa kuchliroq kislota ta'sir ettirish. Masalan, sulfid kislotaga nisbatan sulfat kislota kuchli bo'lgani uchun biz qo'shadigan kislotamiz yana kuchliroq bo'lishi kerak. Ya'ni kislota tuzdan biroz kuchliroq bo'lishi kerak. Tuzdagi kislotadan desak ham bo'ladi. Mana bundan. Kislota qoldiqidan. Demak, natriy sulfidga sulfat kislota ta'sir ettirganimizda mana sulfid kislota hosil bo'lyapti. Bu tezda parchalanib ketadi. Sulfid kislota odatda bunaqa shaklda berilmaydi. SO2 va suv shaklida beriladi. Chunki tezda parchalanib ketadi beqaror bo'lgani uchun. Va natriy sulfat chiqyapti ekan. Mana sulfid, temir sulfidga xlorid kislota qo'shganimizda temir xlorid va temir 2 xlorid va vodorod sulfid chiqyapti. Natriy silikatga xlorid kislota qo'shganimizda silikat kislota cho'kma bo'lib ketyapti va natriy xlorga aylanyapti. Demak, silikat kislota cho'kma ekanligini 7-sinfdan bilishimiz mumkin ekan. Endi kislotalarning fizik xossalari. Kislotalar orasida qattiqlari qaysi ekan? Borat va o'rta fosfat kislotalar. Suyuqlari sulfat va nitrat kislotalar bo'lishi mumkin. Ularning ko'pchiligi suvda yaxshi eriydi, ayrimlari gazsimon ham bo'lar ekan. Mana vodorod xlorid, vodorod bromid, vodorod sulfid. Va bularni keyin suvda eritganimizda kislota bo'lib hisoblanadi deyilyapti. Kislota molekulyada vodorod kislota qoldiqlari bilan bog'langan bo'ladi. Buni oldingi darslarda gaplashdik. Endi kislotalarning kimyoviy xossalari. Kislotalarning kimyoviy xossalari ularni ancha faol modda ekanligini bildiradi. Kislotalar kimyoda umuman savollarda ham ko'p ishlatiladigan modda hisoblanadi, ancha kimyoviy jihatdan aktiv. Kislotalarning indikator rangini o'zgartiradi. Masalan, quyidagi jadvalda indikator rangini ta'sirlashini ko'rish mumkin. Kislotalarda vodorod bo'lgani uchun vodorod ioni indikator bilan ta'sirlashib rangni o'zgartiradi. Masalan, neytral indikator nomi neytral eritmadagi rangi yo idishda turgan rangi desak ham bo'laveradi va kislotaga qo'shganimizda qanaqa rang bo'lishi. Lakmus neytralda binafsha, kislotada qizil bo'lib qolyapti. Fenolftalen neytralda rangsiz, kislotada ham rangsiz. Metil zargaldog'i neytralda to'q sariq, kislotada pushti deyilyapti ekan. Qo'shimcha sifatida mana shuni aytib ketsam bo'ladi. 8-sinfda o'qiysizlar. Metil zargaldog'i xlorid kislota ta'sirida qizil tusga o'tadi. To'q qizil deyilgan adashmasam. Faqatgina xlorid kislotada aytgan xolos bu narsani. Endi kislotalar asoslar bilan ta'sirlashib, tuz va suv hosil qiladi. Bu neytrallanish reaksiyasi deb ataladi. Tuz va suv hosil bo'lib, kislotalik ham asoslik ham yo'q bo'lib ketadi. Masalan, rasmga e'tibor beramiz. Fenolftalen ishqor etmas. Qaranglar, demak fenolftalen ishqor etmasi pushtisimon rangda bo'lyapti. Malina rangidagi pushti rang deyiladi. Endi unga kislota quyilgandan keyin neytrallanib rangsiz bo'lib qolyapti mana. Kislota quyilyapti, oxiri rangsiz bo'lib ketyapti. Bu bo'yicha Telegram kanalda videolarimiz ham bor. Davom etamiz. Mana neytrallanishga misol aytyapti. Sulfat kislota natriy gidroksi bilan neytrallanib, natriy sulfat va suvga aylanyapti. Tuz va suv chiqish kerak neytrallanishda.
Xlorid kislota magniy gidroksid bilan neytrallanib, magniy gidroksixlorid va suv. Bu yerda endi asosli tuz chiqib qolyapti. Xo'p, fosfat kislota kaliy gidroksid bitta qo'shganimizda kaliy digidrofosfat va suvga aylanib ketyapti ekan. Xo'p, davom etamiz. Kislotalar asosli oksidlar bilan ham ta'sirlashib, tuz va suv hosil qiladi. Bu reaksiyani neytrallanish deyiladi. Kislotaga faqat asos emas, asosli oksid qo'shsak ham bizda tuz va suv chiqyapti mana. Mana shuni ham neytrallanish deb olsak bo'ladi deyilyapti. To'rtinchisi, kislotalar metallar bilan ta'sirlashadi hamda sharoitga qarab vodorod ajratib chiqaradi yoki boshqa mahsulot hosil bo'lishi mumkin. Suyultirilgan kislotalarda, odatda sulfat kislotada suyultirilgan bo'lishi kerak, mana shunaqa bo'lish uchun. Suyultirilgan sulfat kislotaga rux qo'shsak, bundan rux sulfat va vodorod o'rin olish reaksiyasi. Rux keladi, vodorodni o'rnini oladi, vodorodni siqib chiqarib tashlaydi mana. O'rin olish reaksiyasi. Rasmni ko'rishimiz mumkin mana rug'ning sulfat kislota yoqmasida vodorodni chiqarishi. Mana vodorod pufakcha holda ajralib chiqyapti. Endi metallarning faoliy qatorida vodoroddan chapda turgan metallar ularni kislotalardan siqib chiqaradi. O'ngda turganlari esa siqib chiqara olmaydi. Bunda boshqa mahsulotlar hosil bo'ladi. Xo'p, mana bizda nisbatan ko'p ishlatiladi mana shu reaksiya ham. Yaxshilab tushunib yodlab olishimiz kerak. Misga konsentrlangan nitratsiya qo'shganimizda mis2 nitrat, azot to'roksidi suv chiqyapti ekan. Konsentrlangan nitrat kislota bo'lsa, odatda azot to'roksidi chiqadi. Boshqacha moddalar ham chiqadi, lekin ko'p hollarda azot to'roksidi chiqadi. Mana shuni ko'rishimiz kerak. Xo'p, endi metallarning faoliy qatori yoki Beketov qatori deyiladi. 9-sinfda o'qiysizlar. 7dan yangisi ham bor. Demak, Beketov qatorida vodoroddan chapda turgan metallar, ya'ni mana shu metallarimiz vodorodni siqib chiqara oladi. Ya'ni, misol uchun, magniyga xlorid qo'shsangiz vodorodni chiqara oladi. Temirga qo'shsangiz yoki qalayga qo'shsak, qo'rg'oshin qo'shsak siqib chiqara oladi. Endi vodoroddan chapda joylashgan metallarimiz-chi? Vodoroddan chapda joylashgan metallarimiz, bu tomondagilar vodorodni siqib chiqara olmaydi. Suyultirilgan kislotalar bilan ta'sirlashmaydi. Bu degani umuman ta'sirlashmaydi degani emas, konsentrlangan kislotalar bilan ta'sirlashadi. Masalan, mis suyultirilgan sulfat kislota bilan ta'sirlashmagani bilan konsentrlangan sulfat kislota bilan ta'sirlashadi. Plus shu narsani tushunib olishimiz kerak. Mana bu vodorodni siqib chiqara olmaydigan metallar nitrat kislota bilan ta'sirlashadi. Suyultirilgan bo'lsa ham, konsentrlangan bo'lsa ham, juda suyultirilgan bo'lsa ham. Buni sizlar bilan oksidlanish, qaytarilish mavzularida yana ham mustahkamlab olamiz. Xo'p. Endi vodorodni siqib chiqara olmaydigan metallar. Men o'quvchilardan doim so'rayman bularni. Demak, mis, kumush, oltin, simon, platina. Bularni yodlab olishimiz kerak. Xo'p. Rasmda misli boshqa metallarning kislotalar bilan ta'sirlashuvi berilyapti ekan. 5-si, kislotalar tuzlar bilan ham ta'sirlashadi. Sharoitga qarab o'rta tuz yoki nordon tuz hosil bo'ladi. Demak, o'rta tuz va yangi kislota. Xo'p, demak, bariy xlorga sulfat qo'shsak, bariy sulfatning cho'kmasi oq rangli cho'kma bo'ladi bu va vodorod xlorid, xlorid kislotaga aylanib ketadi. Nordon tuz ham hosil bo'lar ekan mana, to'liq almashmasa. Natriy xlorga sulfat qo'shganimizda, sulfat kislotada vodorod ikkita bo'lgani uchun bittasini almashtiryapti xolos. Endi faqat nordon tuz qachon chiqadi? Tuzga o'zini kislotasini qo'shsak nordon tuz chiqadi mana. Misol uchun, natriy sulfidiga yana vodorod sulfid qo'shadigan bo'lsak, sulfid kislota. Nima bo'lib ketadi? Bizda natriy gidrosulfidga aylanib ketadi. Shunaqa. O'zini tuziga o'zini kislotasi ta'sir ettirilishi kerak. Va bu ko'proq bizda negizli ko'p kislotalar bo'lishi kerak. 2 negizli, 3 negizli kislotalar bo'lishi kerak. Va 6-ma'lumot, kislotalar bo'yicha ayrim kislotalar qizdirilganda kislotali oksid va suvga parchalanadi. Masalan, mana silikat kislota parchalansa, kremniy peroksididan suv hosil bo'lyapti ekan. Savol va topshiriqlarni o'qib qo'yishimiz kerak doimgidek. Savol topshiriqlar qolmasligi kerak. Xo'p, mana bu joyda yaxshi ma'lumot, ya'ni savol aytilgan. Borat, manganat, sulfat, sulfid, nitrat, o'rta fosfat kislotalarga to'g'ri keladigan kislotali oksidlar formulasini yozing. Buni angidridlar degan mavzu bor bizda, ya'ni o'zim yozib chiqqanman Telegram kanalda. Telegramga o'tsanglar angidridlarni bizda ma'lumot aytilgan. Masalan, borat kislotaning angidridi bor oksidi bo'ladi, ya'ni bor oksidi kislotali oksid. Manganat kislota marganist 6 valentli bo'ladi. Marganist 6 oksidi. Biz kitoblarda berilmagan bilan marganist 6 oksidi bor.
Sulfat kislotida oltin gut olti valent bo'ladi. Oltin gut olti oksidi. Sulfitimizga SO2 to'g'ri keladi. O'rta fosfat kislotaga fosforda 5 oksidi to'g'ri keladi. Fosforda ham yozaman. Mana fosfor 5 oksidi to'g'ri keladi. Nitrat kislotaga azot 5 oksidi. Ba'zan reaksiya jihatdan olsak, azot peroksidi ham to'g'ri keladi. Demak, angidridlar mavzusini Telegram kanalidan ko'rib qo'ysalar bo'laveradi. Telegram kanalimizga yozib qo'yamiz videoga. Xo'p, keyingisi quyidagi metallardan qaysi biri xlorid vodorodni siqib chiqaradi? Kaliy siqib chiqara oladi, bariy siqib chiqara oladi, simob siqib chiqara olmaydi, temir siqib chiqara oladi, mis siqib chiqara olmaydi, kumush siqib chiqara olmaydi, natriy chiqara oladi, magniy chiqara oladi, alyuminiy chiqara oladi, rux chiqara oladi. Vodoroddan chapda joylashganlari siqib chiqara oladi, o'ngda joylashganlari siqib chiqara olmaydi. Va 4-si quyidagi reaksiyalarni o'zingizlar mustaqil ishlab qo'yasizlar. 5-savol ham yaxshi savol. Mis dihidroksid va xlorid orasidagi reaksiya. Bu ham ancha yaxshi savol. Hatto kim buni ancha-munchadan beri o'qiyotgan o'quvchiga bersangiz ham ishlay olmasligi mumkin. Sababi mis dihidroksid deganda o'ylanib qolishi mumkin nimaligini, agar oldingi video darslarimizda aytib ketganimni ko'rmagan bo'lsa. Mis dihidroksid oddiy o'zimizning mis 2 gidroksidimiz va xlorid kislota. Ikkita massa berganda qanday ishlash kerakligini bilish kerak. Xo'p, demak o'quvchilar, davom sifatida 6-amaliy mashg'ulotni ham gaplashib ketsak bo'laveradi sizlar bilan. 6-amaliy mashg'ulotda nima deyapti ekan? Demak, sulfat kislota bilan mis 2 oksid, shuningdek temir 3 oksid orasidagi almashish reaksiyalarini ko'ramiz ekan. O'qib chiqamiz, kerakli joylarini bo'yab ketamiz. Bu amaliy mashg'ulot metal oksidlarining kislotalar bilan ta'sirlashuvi reaksiyaning borish shartlarini bilib olish imkon beradi. Mis 2 oksid va temir 3 oksidni sulfat kislota bilan o'zaro ta'sirlashuvini ko'rib chiqamiz ekan. Metal oksidlarning sulfat kislota bilan ta'sirlashuv reaksiyasi yoziladi. Probirkaga 5 metr sulfat kislota eritmasi ehtiyotkorlik bilan quyiladi. Eritma qaynaguncha qiziriladi. Sulfat kislota bilan ishlaganda qizilishi juda ehtiyot bo'lish kerak. Kuydirishi mumkin. Kuydiradi teksa. Sulfat kislotaning qaynoq eritmasiga shisha tayoqcha bilan aralashtirilgan holda asosida mis 2 oksid qo'shiladi. Oksid erimay qolguncha bu jarayon davom ettiriladi. Endi eritmani chinni kosacha filtrlab olinib, kosacha shtativ halqasiga qo'yiladi. Tuz kristallari hosil bo'lguncha spirt lampasi qiziriladi. Olingan tuz kristallar tashqi ko'rinishiga e'tibor bering. Mis 2 sulfat olinsa, mis 2 sulfatimiz oq rangli bo'ladi. Agar o'ziga suvni biriktirib olib kristal gidrat hosil qilsa, ko'k rangda bo'lib ketadi. Tajribada quyidagilarni izohlash kerak ekan. Menimcha bu yerda men tushuntirishim kerak bo'lgan ma'lumotlar yo'q. O'zingizlar mustaqil o'qib chiqsanglar bo'laveradi. Demak, o'quvchilar, bu mavzuni yana ham yaxshiroq o'rganib olishlarini tavsiya qilaman, chunki bizda ancha reaksiyalar berildi, indikatorlar berildi, xossalar berildi, olinishi, demak, ancha muhim mavzu. Xo'p, demak, o'quvchilar 44-mavzuyimiz shundan iborat edi. O'ylaymanki, foydali bo'ldi sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'lasizlar.